Toni Stark o'rgimchak odamni qasoskor deb e'lon qilganidan so'ng Peterning hayoti mutlaq boshqa tomonga o'zgarib ketdi. O'sha kunning o'zidayoq qasoskorlar Thanos tomonidan mag'lub etildi va Peter 5 yil mobaynida yo'q bo'lib ketdi. Qaytgan kunida esa ustozi Toni Starkdan, keyinchalik esa May xolasi va do'stlaridan ham ayrildi. Endilikda uni Doctor Strange'ning sehri sababli hech kim eslay olmaydi. Shunga qaramay u taslim bo'lgani yo'q va o'zining yangi kun deb ataluvchi navbatdagi filmida ushbu ishlarni tuzatishga harakat qiladi. Buni yaqinda chiqqan filmning ilk treyleridan ham bilib olsak bo'ladi. Treyler shunchaki ajoyib, lekin hamma kadrlarga ham ishonavermang, chunki ular aldamchi bo'lishi mumkin. Xuddi Uyga yo'l yo'q filmining treyleridagi kabi. Treyler boshida biz o'rgimchak odamni ko'ramiz. U telefon orqali o'zining eski do'stlari Ned va MJ ni ko'rib turibdi. Ular Mid universitetida yangi hayot boshlashgan. Aslida bu voqealar o'rgimchak odam Uyga yo'l yo'q filmidan 4 yil o'tib sodir bo'lmoqda. Bu degani ular o'qishni tugatib, ehtimol yana New Yorkka qaytib kelishgan bo'lishi mumkin. Keyin esa biz o'rgimchak odamning yangi kostyumini ko'ramiz. Bu kostyum Uyga yo'l yo'q filmining oxiridagi kostyumga o'xshasa-da, baribir o'ziga xos ko'rinishga ega. Agar diqqat bilan qarasangiz, butun treyler davomida kostyumdagi ko'zlar harakatlanmaydi. Bu esa Tom Hollandning o'rgimchak odami uchun yangicha o'zgarish. Keyingi sahnada o'rgimchak odam binodan sakraydi va kamera uning ko'zlari orqali New York shahrining chiroqlarini ko'rsatadi. Treylerdagi sovuq va kulrang atmosfera menga juda yoqdi, chunki Peterning ichki hissiyotlari bilan juda mos keladi. Keyin Peter qo'lida qandaydir maktub ushlab turganini ko'ramiz. Bu ehtimol Uyga yo'l yo'q filmining oxirida MJ ga bermoqchi bo'lgan maktub bo'lishi mumkin. Agar yaqinroq qarasak, unda Peter MJ ga ular avval birga bo'lganliklarini yozgan, lekin oxir-oqibat u bu maktubni bermaslikka qaror qilgan edi. Keyin o'rgimchak odamning yangi web shooter qurilmalarini ko'ramiz. Ular avvalgilariga qaraganda ancha kattaroq ko'rinadi va kostyumdan tashqariga chiqib turadi. Eslatib o'taman, filmda o'rgimchak to'rlari juda muhim rol o'ynaydi. Shundan keyin biz Nedni ko'ramiz, lekin u Peterni tanimaydi. U yangi hayot bilan yashayapti. Peter esa kafeda o'tirib qahva ichmoqda. Agar diqqat bilan qarasangiz, uning stoli ustida atir gullar bor. Keyinchalik u gullarni MJ ning uyga ko'chib o'tish bayramiga olib boradi va MJ ularni suv solingan idishga qo'yadi. Bu shuni anglatadiki, MJ Peter bilan qandaydir aloqani his qilayotgandek, lekin buni eslay olmaydi. Keyingi sahnada Peter kir yuvayotganligini ko'ramiz. Agar diqqat bilan qarasangiz, uning yuzida va oyoqlarida ko'karishlar bor. Bu Peterning kundalik kurashlarini ko'rsatadi. U oddiy hayot kechirishga harakat qilmoqda, lekin uning kvartirasida oddiy hayot kechirish uchun zarur narsalar kam. O'rgimchak odam uchun kerak bo'ladigan texnologiyalar esa ko'p. O'rgimchak odam New York shahrining kalitini oladi. Bu komikslardagi eski voqealarga ishora. Bu shuni anglatadiki, Peter o'rgimchak odam Uyga yo'l yo'q filmining voqealaridan so'ng 4 yil davomida faqat o'rgimchak odam sifatida ishlagan va shaharni himoya qilgan. Keyingi sahnada jazolovchi Frank Castle paydo bo'ladi. U o'zining mashhur Battle One mashinasida keladi va o'rgimchak odam bilan to'qnashadi. Treylerdan bilib olishimiz mumkin, ular bir-birini oldindan taniydi. Jazolovchi Peterni mashina bilan uradi, lekin u biladi, o'rgimchak odam bundan o'lmaydi. Jazolovchi personaji ko'pincha qotilliklar amalga oshirib kelgan, lekin bu o'rgimchak odamga yoqmaydi va uni to'xtatishga harakat qilmoqda. Keyin MJ ning uyga ko'chib o'tish bayram sahnasi ko'rsatiladi. Peter ham keladi va MJ ga gullar beradi, lekin MJ ning hayotida allaqachon boshqa odam bor. Bu esa Peterni ancha xafa qiladi. Komikslarda ham Peter va MJ ko'p marta ajrashib, yana uchrashib turishgan. Keyingi sahnada Peter xuddi jarohatlangandek ko'rinmoqda. U juda charchagan va xuddiki chayonning zahridan o'layotgandek ko'rinmoqda. U hushidan ketadi. Keyin esa uning tanasi o'zgarishni boshlaydi. Biz uni o'rgimchak to'ri bilan o'ralgan kokon ichidan chiqayotganligini ko'ramiz. Bu komikslarda ham bo'lgan voqea. Ba'zan o'rgimchak odam kuchlarini evolyutsiya qilib o'zgaradi. Shundan so'ng Peter organik o'rgimchak to'ri ishlab chiqarish qobiliyatiga ega bo'ladi. Ya'ni endi u web shooter qurolisiz ham to'ri otishi mumkin. Bilamizki, oldin bunday qobiliyat faqat Tobey Maguire'ning o'rgimchak odamida mavjud edi. Keyin Peter o'zining yangi kuchlarini tushunishga harakat qiladi. Uning sezgilari juda kuchaygan. Hatto suv tomchisining tushish ovozini ham eshitadi. Peter o'z tanasini qayta sozlashga harakat qilmoqda. Shundan so'ng u yordam so'rab Bruce Bannerning oldiga boradi. Banner esa ayni paytda universitetda dars bermoqda. U Peterning tanasini skaner qiladi. Tekshiruv natijasida Peter mutant emas, balki kuchaytirilgan odam ekanligi aytiladi. Chunki u kuchlarini o'rgimchak chaqishidan olgan.
Keyingi sahnada esa Peter May xolasining qabriga gul qo'yganligini ko'ramiz. Treylerda yana sirli qahramon ko'rsatiladi. U shishaxona ichida qamalgan. Bu esa aktrisa Sadie Sink ijro etadigan personaj. Treylerdagi uning kiyimi suratga olish ishlaridan tarqalgan rasmdagi bilan bir xil. Juda ko'pchilik muxlislar esa uning personaji Jean Grey bo'ladi deb taxmin qilishmoqda. Shuningdek, o'rgimchak odam, chayon, bumerang, tarantula kabi yovuz qahramonlar bilan ham kurashadi. Treyler oxirida esa The Hand deb ataladigan ninja tashkiloti paydo bo'ladi. Bu Marvel komikslarida juda eski tashkilot bo'lib, ko'pincha o'liklarni tiriltirish bilan shug'ullanadi. Eng qizig'i, treyler filmning asosiy yovuz qahramonini umuman ko'rsatmaydi. Ko'rsatilgan narsalar esa faqat kichik qismlar xolos. Filmning asl syujeti hanuzgacha yashirilgan. Xabar qilinishicha, film yovuzlarning ko'pligi borasida rekordni uradi. Bundan oldingi O'rgimchak odam uyga yo'l yo'q filmida 5 ta yovuz bo'lgan bo'lsa, bu filmda bundan ham ko'p yovuz bo'ladi. Yana filmda Peter Parker o'lishi va simbiot orqali yana qayta tirilish haqidagi xabarlar ham ancha oldin tarqalgan edi. Premyera sanasi esa shu yilning 31-iyuliga mo'ljallangan va filmning oxiri to'g'ridan-to'g'ri Qasoskorlar qiyomat kuni filmi bilan bog'lanib ketadi. Xalq esa ushbu filmda o'zining eng yuqori nuqtasiga chiqadi. Bir gap bilan aytganda, biz filmda quturgan xalqni ko'ramiz, lekin uning rangi xuddi komikslardagidek kulrang bo'ladi. Yana bir narsa aniq, filmning oxirida yoki titrlardan keyingi sahnasida Robert Downey Jr. ijrosidagi Dr. Doom personaji ko'rsatiladi. Sizningcha Peter Parker filmdagi yovuzlarni bir o'zi yenga oladimi yoki kimlardir unga yordamga keladimi? Albatta fikrlaringizni kommentariyada yozib qoldiring. Video yoqqan bo'lsa albatta like bosib, kanalga ham obuna bo'lib qo'ying. Keyingi videolarda ko'rishguncha sog' bo'ling, salomat bo'ling. Xayr.